Ko'pchilik Krishtianu porlash uchun men o'zimni qurbon qilishimga to'g'ri kelgan deb o'ylardi. Ammo haqiqat shundaki, men vaziyatga hech qachon bunday qaramaganman. Ha, Ronalduda o'sha noyob mentalitet, eng zo'ri bo'lishga, oltin to'p va har bir individual sovrinni yutishga bo'lgan o'sha tashnalik bor edi. Men esa aksincha har doim boshqacha bo'lganman. Men uchun muhim bo'lgan yagona narsa jamoa sifatida g'alaba qozonish edi. Premyer Liga, Chempionlar Ligasi, jamoadoshlarim bilan kuboklarni boshimiz uzra ko'tarish meni qoniqtiradigan narsalar shular edi. Shu sababli agar finalda chap qanotda o'ynashimga to'g'ri kelsa, ikkilanib o'tirmasdan shunday qilardim. Menga yulduz bo'lish kerak emasdi. Men hammamiz birga g'alaba qozonganimizni his qilishimiz shart edi. Krishtianuda qoyil qoladigan jihat faqat uning iste'dodi emas, balki zehniyati edi. Unda futbolda juda kamchilikda bo'lgan xislat bor edi. O'sha cheksiz ochlik, salbiy bo'lishdan yiroq bo'lgan o'sha ego uni o'zidan va boshqalardan ko'prog'ini talab qilishga undardi.